Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindoshlar, hammanglarning bugungi juma kuni muborak bo'lsin. Alloh bugun qilgan barliq ibodatinglar, qilgan duolaringlarni o'zlariga ijobat qilsin. Inshaalloh hammamizni yaxshi kunlarda, yaxshi vatanimizda go'zal bir şekilde hammamizni didorlashga nasib qilsin Cenab-ı Allah. Shu bilan birga qarindoshlarim bugun men mushu İstanbul'daki bugungi jumaga har juma kuni namoyish qilayotgan qarindoshlarimizni ularning izchilligini muboraklagash ham tabriklagach, shu bilan birga shu 1,5 yilning yog'i izchil turda Turkiyaning har qaysi ko'chalari bo'lsin, Turkiyaning har qaysi shahar, yezi, qishloqlari bo'lsin, ish qilib o'zining kuchi yetgan har yerdagi rayonlarga berib Sharq Turkiston davosini anlatıvatkan ailem nerede degan tema orqali millat navbati degandek temalar bilan chiqqan bir turkum izchil fidoyilarni tabriklagan ko'rinishni ko'rdim. Gayet hoş oldum, xursand bo'ldim. Allah mush qarindoshlarimiz uchun shu maydonni hazırlagan, shu chin ko'ngildan tabriklagan her xil şekilde hediyelerni soğukan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Çünkü hem de hemimiz bilgende qarindoshlar, bu dava bir japalık, nəhayət uzun müddetlik, nəhayət vaxtımız, iqtisadımız, zihnimiz, nəhayət her xil şekilde üzümüzün içidən və Xitayının kelevatqan her xil besimliği bərdaşlıq beriş bilen davamlaştırdığan bir inqilab desek buludu. Çünkü inqilabның şekli her xilma-xil mush qarindoshlarimiz ailem nerede degan tema şeklide Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni biz bilan dindosh, qarindosh, tildosh bo'lgan shu Turkiyadagi har qaysi shahar, yez, qishloqlardagi qarindoshlarimizga oldiga berib, shularga yüz turib, mushu Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni anlatıp kelyapti. Bu yerde ular her xil şekilde bir partiyani ya bir tarafını tanlab qolgani yo'q. Sharq Turkiston davosini partiya üstü davası şekilde elib berib, her qaysi partiya olsun, mayli belediye olsun, mayli har qanday ommaviy tashkilotlar olsun, hammasi bilan muomala qilib, har xil sohadagi, mayli tijoratchi, o'quvchi, o'qituvchi, her xil shakldagi ish xizmatchilar bilan yüz turani turib, sharoit bergan bir yerga taklif qilgan qarindoshlarımizga hech qachon rad qilmay, shularga birma-bir tek şekilde bütün Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni, irqiy qirg'inchilikni anlatıp keldi. Allah bu qarindoshlarımızdan razı olsun. Hem de bu yol, yani abim deganimdek, uzun yol hem javr jafolik yol. Bu ishni hammadan qilolmaydi ekan, hammadan tang o'tirib chiqib, bir vaqtning o'zida qilish imkoniyati yaramaydi ekan. Mush qarindoshlarimiz o'zining qilayotgan tijoratini tashlab, xizmatini tashlab, ailesini tashlab, kichik bolalarini tashlab, mushu izchil turda bir oy, 2 oy üzüldirmey, bir ketsa, bir 2 oyni şekilde safar qilib, her qaysi bo'lgan yerlarga abim deganimdek anlatib, Sharq Turkistondagi bo'layotgan zulmni shu yerdagi yerlik axborotlarga va shu mayli erkin mushu mediachilar bo'lsin va yoki shu yerdagi gazet jurnallar bo'lsin va yoki televiziya stansiyalar bo'lsin, hech qaysiga yo'q demay, cho'nti kichikdi demay, balki bir xil şekilde, bir xil metodda Sharq Turkiston davosini, Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni anlatıp kelyapti. Onun uchun endi bu qarindoshlarimiz tatqan jafoyi o'zi biladi. Hammadan jafoni ko'rsatib ko'yilmaydi. Biz shu tushgan rasmlarni, anandan keyin u yerda qilayotgan ishlarini, to'plagan imzolarini, ashada so'zlagan nutqlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali vaqib bo'ldik. Ama u yerda tatqan jafosini buni rasmga tortib ko'rsatib ko'yilmaydi. O'zining oilasidan kelgan besim va qiyinchilikni uni rasmga tortib ko'rsatib ko'yilmaydi. Ama hemmimiz bilimiz, hemmimiz bir aileni aylandırıvatkan, bir ailede nima ishlar bo'ladi, qanday ahvollar bo'ladi, hemmimiz biladigan insonlar bo'lganligimiz uchun
muş qarindaşlarımızdan aşı yesi içideki ballarını taşlap bir şekilde neçe ay mühne şekilde dürüşe naitti. Kıyım bir cevir cepalı hizmet qarindaşlar. Şunun için bu cevir cepalı hizmetine muş qarindaşlarımız üzümüzü ilep bu mening mecburiyetim. Gerçi men ata-anamni, anamni, urug' tuqqanlarimni deb chiqqanim bilan aşağıdaki mening anamga o'xshash analar mening anam, mening inimga o'xshash inilar mening inim, mening bish tuqqan qarindishimga o'xshash qarindoshlarim mening qarindishim degan nuqtada chiqib, bag'anliki yerida shu Sharq Turkistondagi azob chekayotgan shu turma zindonlarida, yig'ilish lagerlarida erkiy qirg'inchilik yo'li qo'yotgan shu qarindoshlarimizning ovozi bo'lib acılarga, bağa yerdeki qarindaşlarımızga, Türk her saatdeki kişilerimizge ravan bolgan Türk tilida naiti yaxşı anlatıp kelyapdylar qarindaşlar. Allah bu qarindaşlarımızdan tekrar razı olsun. Hani kendin tünügün kögünümüzdeki İzmit degen şehirde belediyenin üstüge askan bayraqni gördük. Bu mu aşağıdaki qarindaşlarımızdan davaga bolgan ndaq igi chiqishi, da'voga bo'lgan yestashligi, da'voga bo'lgan amaliy harakati deb tushunsak bo'ldi. Va bundaq misollarni aytib nurg'un bag'ayadagi qarindoshlar bularni har jihatdan qo'limizdan nima keladi, qanday xizmatlarni qila olamiz degan nuqtalarda nurg'un shaklda fikr almashtirgan bo'ldi, so'zlashgan bo'ldi. Demak nima deganda qarindoshlar, Xitoy tajovuzlari hukumatlarni kontrol qilishi, ba'zi bir amaldorlarni setib olishi, ba'zi bir organlarni pul bilan mayil qilib olishi mumkin. Ama bütün 81 milyon xalqning hammaning zehnini, hammaning iymonini, hammaning vijdonini elib ololmaydi. Biz mushu xalqqa tek shaklda anlata olganda, xalqni shu yerda turayotgan xalqni keynimizga ola olganda, anandaki da'vo aldırmamalı qarindashlar. Onun uchun Xitoy tajovuzlari bir turkum hükümetlerini özünün ihtiyacıga ve yoki özünün til qısınçılığı ve devlet qısınçılığından faydalanıp meyli pul bilen bolsun, meyli her xil şekildeki qısmaqlar bilen bolsun alıp algan bilen ama xalqning hammaning vijdonini, ömrlerini, imonini ular kontrol qilolmaydi, qo'lga ololmaydi. Shuning uchun biz her bir xalqqa turayotgan devletlerimizdeki olsun ve yoki Türkiye xalqlariga olsun, yoki bo'lmasa musulmon xalqlariga olsun, mushu şekilde özümüzün Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmini tek şekilde anlatish ve bularga tushundirish şeklini izchillashtirishimiz kerak. Voy bir yil 2 yil qilib yoki biroz qiliblam, voy yo'q mening javob ekanmidi, yo oq qo'ldi ko'k qo'ldi deb ag'rinsak, hech kim bizga o ag'rinimizga qarta voy men ag'rinib ketdi deb bundan olmaydi. Faqat biz yaxshi tushundira olganda amaliy harakatimiz, izchilligimiz, chidamchanligimiz, g'ayratimiz bilan xalqni qoyil qila olamiz. Qoqishimiz bilan, xafa bo'lishimiz bilan, dapros qilishimiz bilan hech kimni qoyil qila olmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun bu qarindoshlarımızın bu izchil turda mushu shaklda safarini davomlashtirishi, izchil shaklda har xil metod, uslublarni qo'llanib, yerli xalqqa davoni har xil shaklda anglatishi, zulmni anglatishi va bu xalqning nima ish qila oladiganligini shu shaklda o'ziga tashlab qo'yib, ammo qilish tegishli bir ish borligini bu bizga kelgan bu kunning mushu xalqning beshiga kelib qilishni nazarga ilashni ogohlantirayotganligidek bir nuqtani aniq tushundira olsak, yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shundan birga bugun qarindoshlarimizni her vakit to'xtatganlari dastlabki bizada boshlatgan davoni Turkiyaning butun yilni nahiya qishloqlarigacha apirib, Uyg'urning davosini vatanimizdagi zulmni qilib keldi. Alloh ulardan qayta razı olsun. Aylarga qadrlanlik ato qilsin. Bu qarindoshlarimizni her vakit kerimleşimizi kullayımız her taraftan. Hem de bugün böyle olsun faaliyetli kılıp gelgen kerimleşimizden aldan tepki. Sözü var mı? Aşağıdaki bakanlar fazlalarını bir konuştuk. Haber verişine ümit kılınız ve mikrofonumuza patlayışını gidelim.
Esselamu Aleyküm. Şundaq qarindaşlarım, bu azırkı naq maydanda mukofotlagan bir ko'rinish qarindoshlarimizni g'oyat yaxshi shaklda nima qilibdi mushta qahramonlarimizni fidokorlarimizni mushta shaklda xalq tarafidan mukofotlanishi taqdirlanishi g'oyat zo'r ahamiyatga ega. Gerçi bu qarindoshlarimizni unda bir tamasi unda bir shakldagi ehtiyoji bo'lmasimi, lekin biz mushta qarindoshlarimizni ko'plab chiqishi mushta fidokorlarni ko'plab bir şekilde xalqimiz uchun xizmat qilish uchun rag'batlantirish uchun bir şekilde xalq puli üstünden mundaq şekilde mukofotlarni mundaq şekilde gerçi loyiqda bo'lmasimi bir şekilde nima qilishimizni o'zi taqdirlashimiz o'zi nihoyat muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Hamda bu tunugungi Izmit shahrida bo'lgan ahvollar bayroqning islagan jarayoni bunun bir körüyütli qarindoshlar. Mana bu bayroq taxminan qilishimcha 20 metr, 30 metr kilamdiki uzunluğu, kengligi bir 10 metrdan ortiqdek turdi. Ayna cho'ng binoga isilganligi ma'lum. Demak, mushadagi qarindoshlarimizni o'sha bayroqni tayyorlab bir şekilde muşu belediye binası isishi aşağı yerli xalq. Bugün 2021 yıl 10. ayının 14. günü Şərqi Türkistan'ın bayrağı İzmit Belediyesi'nin üstüde kök bayrak lepildi. Esselamu Aleyküm canım qarindoshlarım. Ko'rdinglarmi İzmit şehir belediyesininki binasıga ay yıldızlık kök bayrağımız esildi. Belki belediyedeki barlık qarindoshlardan Allah razı olsun. Ümidinglarni kesmanglar. İnşallah qalbi bizga yaqin. Vatanimizda asimiz. İnşallah. Mana qalbi degan. Mana Anadolu seferining natijasi. I think we're unique because now, as you can see, we are in a studio atmosphere. We're not in a remote atmosphere anymore. But then how do we kind of continue to use StreamYard is... YouTube'dan ilan çıkıp kaldı. Qarindoshlar, yüzüm güçü vargan ma bir şoğul etdi. Bu ma kun nurunun ta'sirida bo'layotgan ish ayibga burmanglar. Çünkü ma kun nuri derazadan chiqqandan keyin ma yüzümge şoğul tushilib biraz rahatsız qildi. Sizlarning balkim rahatsız qilgan bo'lishi mumkin. Shuni bir deb qo'yay dedim. Endi mush qarindoshlarimizga yana bir vaqtlarda mush qarindoshlarimizni namoyishga bayroq ko'tarmidi, bayroq ko'tarishni tavsiya qilmadi, aqoldi ko'k qo'ldi deb bir muncha mush qarindoshlarimizga bir tilohanatlar dapuruslar kelgandi. Mana Allohning izni bilan bu qarindoshlarimizning niyati to'g'ri bo'lgan, unda bir undaq bir shakldagi niyatlari bo'lmaganligi uchun mana bugungi tungi İzmit shahrida bu qarindoshlarimizga muboraklab hem tebriklab bunda yo'g'on bayroqni belediye nimasiga binasiga asgan gap. Demak, bir şekilde düşman hem de her xil şekilde mushu qilayotgan ishimizdan putoq chiqarishga har doim qismoq quribdi. Bir necha odamning mana o'xshamagan fikrlarini uni bozorga selib turib, anandan keyin deganda o'ttirimizga ziddiyat selishga, bir-birimizni kirishtirib qo'yishga, anandan keyin ashuni yo'g'antib, anan keyin inkasini yo'g'onitib, uni keyin WhatsAppda monchalar bayonotchilar va uni chiqarib, gapni har xil shaklda yo'rg'ulutib bir şekilde qildi. Shunga men sizlarga jiq deydigan yerim qarindoshlar. Sizlar mushu nima qilayotgan odamni tuninglar. Chunki bu odamni tunisanglar, bu odamlarning orqali bularning rangini ko'ra olaysizlar, ham bu odamlarning gapining to'g'ri xatoligini bila olaysizlar. Aşağıda gap taqtayotgan, pishni qilayotgan insonni to'g'ri tuniy olsanglar, ularning ma odam rasul edimkan, ya yolg'on edimkan, ya pishnixo'rkan, ya hasadxo'rkan, ya munofiqkan, yoki cho'p fosiqkan degandek qarorini bera olaysizlar. Shunlashqa bir odamlarning gapini aldirab
işinip ketmey. Bulapmı? Muşu bizning davaga qarshilik qilayotgan, davaga har xil töhmetlarni yağdırıyotgan, davanın aldığını tosaş üçün teşkilatı kiriştirimi deyotgan, uyan oynayım deyotganlarning hammasi nima desanlar? Mayli u hasadxo'rlikdan chiqish qilsin, mayli Xitoyning mecburlashi bilan chiqsin, mayli o'zining azto'la manfaat uchun chiqsin, mayli nima uchun chiqsin, davaga ziyon silish nuqtasidan chiqadi ekan, u bizdan emas-ku. U bizdan emas. Bizning adam emas u. U hasadxo'rligimi uni o'zining shu jahannamga boshlaydi. Uning pishliqxo'rligi, anandan ikkinchi deganda, shu munofiqligi qalbida oshkorlangan, amaliy harakatda oshkorlangan ishlar nima deganda, uni halok qilishga olib berdi. Shuningga bulapmi mushundaq ish qilayotgan qarindoshlarimizni mushtaq taqdirlayli, mushtaq mukofotlayli. Ularningcho texmi ro'yini ko'taradigan, texmi ularga bir kuch beradigan, texmi bir bizim mushtaq fidokorlarga muhtoj qarindoshlar. Bu da'vo fidokorlarning fidokorligi bilan bo'ladi. Fidokorlik qilayotgan qarindoshlar hech kimda bir obro'y, ya mansab, ya pul, yoki uni buni tama qilayotgani yo'q. Faqat aşağıdaki izleyotgan urug' tuqqanlarga o'xshash qarindoshlarining shu yerdan patroq azod bo'lishi, Sharq Turkistonning mustaqilligining qo'lga keltirilishi uchun barliq o'zining vaqtini, zehnini, deganimdek, pulini, milini bu yo'lda fidokorlik qilyapti. Shuningga mushunday qarindoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ular qarindoshlarimizni yaqindan hech bo'lmaganda buğday nenimiz olmasimi, buğday sözümüz orqali bularni rag'batlantirish, bularni kuchlantirish, bularni keyinda xalq o'g'achqa bu fidokorlar texmi jasoratlandi, texmi kuchlandi. Shuning uchun bugungi programmani mush shaklda bo'lsin degan shaklda ishladim qarindoshlar. Gapimni agar ishlash jarayonida xato ketib qolganlar bo'lsa, kechirib o'tinglar. Gapimning to'g'ri nuqulligini xatolar qilib qolsin. Hammanglarni Janob Alloh tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.